Hürmetli vatandaşımlık şeyimizin devamını davamlaştırırız. Cenubi Deniz'de uruş bolsa, Cungo belkim 8 devlet armiyasiga doç kelishi mumkin. Mavzuli xabar 6 ayning 21 kuni Dovit orbiti e'lon qilindi. Xabar bunda qashlandi. Asli bu xabar hali burun yozilgan ekan, faqat 6 ayning 21 kuni Dovit orbiti qayta e'lon qildi. Cungo Amerika urushib qolsa, agar Amerika nihoyat tez surat ichida g'alaba qila olmasa, Cungo bilan murassa qilishni xohlamasa, undaqda Amerika konu vositalarni ishga solib, masalan Yaponiya, Vyetnam, Filippin, Hindiston, Avstraliya, Kanada, Malayziya qatorliq davlatlar bilan birlikda birlashma armiya qurib, Cungoga hujum qilishi mumkin. Hatta Tayvanni safga qaytib olishi mumkin. Undaqda Cungo 8 davlat birlashma armiyasi birlashib hujum qiladigan krizis vaziyatiga duch keldi. Vahimlik so'zlar bilan cho'chdi deb qaramang, deydi Abdur. Agar Amerika Cungo urushib qolsa, bundaq ehtimollikni yo'q degili bo'lmaydi. Cungo sal qaramaslik kerak. Balki bundaq vaziyatga tayyorlik qilish kerak, deydi xabar yozuvchi Abdur. Chinchi Yun. Oldi bilan 2015-yil 10-oyning 9-kuni Yarshar Vaqt gazeti e'lon qilgan bir parcha maqolani ko'rib chiqaylik deb boshlaydi. Abdur. Amerika harbiy paraxodlar 2 hafta ichida Janubiy dengiz sohasiga yetib keldi. 10-oyning 27-sidan boshlab yetib kelgan edi. 2 hafta ichida Janubiy dengiz sohiliga yetib keldi. Amerika dengiz armiya gazeti 7-kuni bunday ko'rsatdi. 5-aydan beri Amerika harbiy paraxod avatib Janubiy dengizda Cungo yasab olgan orollarning suv yuziga keldi ekan degan xabarlar tarqaldi. 5 burjaklik binoning 3 nafar amaldori yaqinda oshkorlab bunday ko'rsatgan. Amerika dengiz armiyasi tayyorlik qilib bo'ldi. Prezident Obama hukumatining oxirgi tasdiqini, buyrug'ini kutib turibdi. Angliya pul muomala gazeti 8-kuni shu chog'da Amerika amaldorlarining yuqori so'zini naql keltirib, bunday ko'rsatgan edi. Amerikaning harbiy paraxodlari Cungo Janubiy dengizda yasab olgan orollarga 12 dengiz mili oraliqda yaqinlab keladi. Bilishimizcha, harakat kelgusi 2 hafta ichida qanot yaydiriladi deb ko'rsatgan Angliyaning pul muomala gazeti. Aqsaray bu to'g'rida fikr qilishni rad qilib, bu harakat maxfiy dedi. Angliya Reuters agentligi yana shu 8-kuni xabar qilib bunday ko'rsatgan. Cungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying xonim muxbirlarni kutib olish yig'ini Cungo aloqador xabarlarga diqqat qilyotdi. Amerika bilan Cungo Janubiy dengizda nihoyatda yurishlik aloqani saqlab qolyotdi. Bundan burun Cungo Tashqi ishlar ministrligi bunday ko'rsatgan. Qatnash erkinligi deganlik chet el harbiy paraxodlarining va harbiy aeroplanlarining Cungoning dengiz va havo territoriyasiga ixtiyoriy kirib chiqa oladi deganlik emas. Cungoning bayonoti. Cungoning bu ayol bayonotchisi biz bunday xabarlarga diqqat qilyapmiz. Janubiy dengiz masalasi Cungo bilan Amerika uchrashgan so'rinlarda yaqinda rais Xi Jinping Amerikani g'albilik ziyorat qildi. Bu degani 2015-yili 9-oyning 23-kuni rais Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilishining ko'zi ustida. Davomini anglaysizlar.